Ko'rmadan oq ko'ylakcha kiyib kelmaysiz. O'tirsa yaxshi bo'ladi. Ammo o'tirib olsin-ku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Parvardigora kalomingdan hosil bo'lgan savoblar, samoratlarni Parvardigora jumla o'tgan payg'ambarlar, xosatan ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruh poklariga yetkazgan azvoji mutahharatlar, sahobai ikromlar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar, yurtimizdan o'tgan olimlar, ulamolar, mu'minalar, aziz avliyolar, pir ustozlar ruhoniyatlariga yetkazgan Parvardigora xosatan bizlar taraflarimizdan, butun bir qishlog'imiz taraflaridan, yurtimiz tarafida Parvardigora umidi duoda bo'lgan ota-avlodlar, ona-avlodlar, bobokalon, momokalon, hech aqrobo qavmi Parvardigora kurashlar tushib, bugungi kunda oxirat diyoriga safar qilgan polvonlarimizdan, ustozlarimizdan, murabbiylarimizdan Parvardigora shularni ham ruhoniyatlariga o'zing yetkazib, barchalarini g'ariq rahmat, shohista jannatul oxiratlarni obod qilgin. Mana bunday go'zal tadbirda Parvardigora fayzli, barakotli qilgan. Bunday go'zal tadbirga Parvardigora inson qilganlar va zurriyotlariga barakalar bergan. Parvardigora polvonlarimizga ham, yosh polvonlarimizga ham Parvardigora yelkalarini yer ko'rsatmagan. Parvardigora elimizni, yurtimizni, bayroqlarimizni Parvardigora butun dunyoga tanitib yuradigan Parvardigora mashhur polvonlardan bo'lsin. Parvardigora mana shu qishloqlarimizda duo so'raymizki, qanchadan qancha bemorlarimiz bor. O'zing shifoyi komil, shifoyi ojillar bergin. Safarda yurganlarimizni Parvardigora safarlarni bexatar qilgin, tanijolarni sog' qilgin. Safardan Parvardigora nimaiki yaxshi maqsadlarni ko'zlagan bo'lsa Parvardigora ko'zlaganlardan ham, so'raganlardan ham afzal a'lolarga erishtirgan. Farzand talablariga Parvardigora farzand solihalar bergan Parvardigora. Hammalarimizni kasbkorlarimizga, xonadonlarimizga Parvardigora barakalar bergan, farzand zurriyotlarimizga barakalar bergan. Parvardigora o'zing rozi bo'lgan. Parvardigora xonadonlariga fayz, futuh, barakalar berib, qalblaridagi go'zal duolariga, maqsadlariga erishtirgan. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad sallallohu alayhi va sallam bi rahmatika ya arhamar rohim. Yusufda zot tashlagandan biri o'qiyaveray. Qulog'i qon olib kelgan. Bismillah. Hamma jim o'tiribdi. Xudo tashlagan zotlar.
O'zim nomidan 500 ming so'm. Qani o'tdi? 190 yil nomidan 200 ming so'm. Abbos do'konchi Sayfagani o'g'li nomidan 500 ming so'm. Fazliddin polvoni bir to'kbechka, bir servis 100 ming so'm. Umid polvondan 500 ming so'm 90 yil. Jasur domladan 200 ming so'm. Dilbek raisdan 500 ming so'm. Ulug'bek polvondan 200 ming so'm. Zokir polvondan 200 ming so'm. G'olib aka Gulbaqdan 500 ming so'm. Diyor 2004-yildan 150 ming so'm. Sholla aka 86dan 500 ming so'm. Xubbakadan 200 ming so'm. Feruz 2005-yildan 200 ming so'm. Akram aka 84-yildan 500 ming so'm. Umar polvondan 200 ming so'm. Farruh 90-yildan 200 ming so'm. Oybek Menitdan 100 ming bir soat. Bakirxon Eshonboyimizdan 200 ming so'm. Norbek 2005dan 100 ming so'm. Novruz akadan 150 ming so'm. Otabek polvondan bitta blender yangi. Olim aka 79dan 100 ming so'm. Dilmurod aka Erkinboyni o'g'li 100 ming so'm. Yunusxon Eshonboydan 200 ming so'm. To'ra fermerdan 200 ming so'm. İsmail polvondan 200 ming so'm. Umid polvondan 200 ming so'm. Abdulla Hozmakchidan 300 ming so'm. Rustam Salargachidan 200 ming so'm. Dilshod 94-yildan 100 ming so'm. Jonibek akadan bir tuya ko'rpasi bor. Bahodir do'konchi buvadan bir tok pechkasi bor. Bahrom 86-yildan 100 ming so'm puli bor. Jalli 86-yildan 250 ming so'm puli bor. Shoydul akadan 150 ming so'm. O'rol do'konchidan 100 ming so'm. Ixti traktorchidan 50 ming so'm. Nogim. Qaysi Rustam aka? Rustam tog'adan Chorim 83-yildan 200 ming so'm. Beyza domladan 200 ming so'm. Erkin polvondan 100 ming so'm. İlyas aka 82-yildan 100 ming so'm. Jalol Shopir 53 Shopirdan 100 ming so'm. Sayyod do'konchidan 200 ming so'm. Sapar savdogar Nuroliboni o'g'lidan 100 ming so'm. Qurbon doktordan 100 ming so'm. To'lqin aka 82-yildan bir tuya ko'rpa, bir servis 50 ming so'm. Jahon 91-yildan 150 ming so'm. Qaysi zaman aka? Qaysi zaman? Azamat 80-yildan bir tuya ko'rpa. Hozir. Bir servis bunaqa. Ibisidan Nurdin akadan 60 ming so'm. Ergash fermerdan 200 ming so'm. Aytishuni. Yana. Naqam. Shodakadan bir tuya ko'rpa 100 ming so'm. Botir Qassobdan 100 ming. Bek 86dan 100 ming. Kimdan? G'ofir polvondan 200 ming. Sherali 88-yildan 50 ming so'm. Bir servis. Elshad Chog'ondan 200 ming. Sherzod fermerdan qancha? Sherzod fermer. Sherzod fermerdan 150 ming.
Akmal doktordan 82 100 ming so'm. Ubaylovadan 100 ming so'm. Zafar 84'dan 100 ming so'm. Bakın. Mayıs taka do'konchidan 100 ming so'm keldi. Fazla hafıza okudu-ku. Okumadı mı? Oyagan bana 200 bin TL. Hadi. Fazla hafıza aytılmadı. Oyagan 200 bin TL böyle. Yaz attı hazır. Bu adamın 200 ming so'm keldi Sadık bu adam. 50 ming so'm aka Sadık bu adam. Sadık bu adam 50 ming so'm keldi.